Assalomu alaykum do'stlar. Haftagi darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugun sizlar bilan asosiy uyning kirish eshigi va balkondagi eshikni chizishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz tepadagi birinchi qavat planini o'chirib, xuddi shu yerga mana ikkinchi qavat planini nusxa olib, burchagidan nusxa olib, bu yerga mana to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p. Bu yerda biz derazani xato qilib ishlab ketgan ekanmiz. Trim orqali hashini o'chirib, buni to'g'rilab olishimiz kerak. Sababi boya turganda bu yerda devor, ko'chadan qaraganimizda devor bo'lib qolgan. Shu narsani to'g'rilash uchun mana line bilan bu yerga mana line chizamiz. Operabel 200 bilan tepaga kopiya olamiz. Trim orqali buni to'g'rilab qo'yib, operabel 50. On santimetrlik tutqich qo'yib qo'yamiz. O'rtadagi laylarni o'chirib tashlaymiz. R parabel 0 parabel orqali buni belgilab birlashtirib qo'yamiz. Endi mana asosiy derazamizni chizib olsak to'g'ri keladi. Tepaga 2200, bu yerdan mana pastga. Xo'p, keling uni o'lchamini. Razmerimiz 2000. Line orqali bu yerga mana 2000 o'lcham berib pastga birlashtiramiz. Eshigimizni, pastki birinchi qavatga eshigimizni line bilan, ya'ni yoki operabel 900 bu yerga ko'chiramiz. Ya'ni bitta tabaqa 900 lik, bitta tabaqasi 400 lik, ya'ni 500 lik eshik bo'ladi. Operabel buni dizaynini xohishga qarab qilsangiz ham bo'ladi, o'rgangandan so'ng. Ikki chetga bundan 200 tepadan pastga, pastdan tepaga, hop buni katta ekan, pastdan tepaga line chizib 200 qo'yamiz. Trim orqali uni belgilab o'chirib olamiz. Line bilan bu yerda ham xuddi shunday qilamiz. Operabel 100 bilan, chunki bu kichkina eshik, operabel 100 bilan ichkariga yana line nusxa olamiz. Xuddi shunaqa qilib eshik derazalarni ham qo'ysak bo'ladi. Yo'kida F parabel R parabel. Bunimizning razmeri 500, bunimizning razmeri 300. F parabel R parabel 250. Buni belgilaymiz. F parabel R parabel 150. Bu line bilan bu line'ni, bu line bilan bu line'ni belgilaymiz. Va bunga hash bersak bo'ldi. Ma kopiya olib, bundan derazadan kopiya olib, bunga kopiya beramiz. Tepadagi derazamizni operabel 550 qilib ikki chetdan ichkariga nusxa olamiz. Hop, line bilan hop, bo'lsa operabel birinchi to'rt tarafdan 50 olamiz. Bitta, ikkita, uchta. Pastkisida kopiya olmaymiz. Yer bilan bir xil turadi u. Buni mana to'g'rilab olamiz. Operabel 50 qilib ichkariga olamiz. Shunda mana bizning eshigimiz o'rtasida 900 va chetida ikkita deraza paydo bo'ladi. Operabel birinchisi 450, operabel 50, operabel 700 ikkinchi derazamiz.
A probel 450. To'xtaylik, A probel 50 qilib uni taxtasini tushirib olib, A probel endi 450 qilib oxirgi derazamizni qo'yib ketsak bo'ladi. Va yana mana A probel 50 qilib oxirida taxtasini oxirigacha tushirib qo'yamiz. Trim orqali mana bularni birlashtirib, orasini ochib yuboramiz. A probel A kopiya olamiz. Derazadan bunga mana derazaga kopiya beramiz. A probel 200 olib mana pastga va bundan ikkita yonga line bilan buni derazasini sal balandroq qilamiz. Tr orqali mana kesib tozalab olamiz. R probel 250 qilib buni ham mana ark sifat ko'rinishga keltiramiz. A probel bunga kopiya berish uchun A probeldan mana yonidagi derazadan unga nusxa beramiz. Bugungi qiladigan ishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.